بعد از آمدن کانال قوشتپه انشالله ولسوالی های چهارگانه اندخوی از نگاه غلجات افغانستان را خودکفا خواهد کرد. تمام مردم مالداران و مردم دهاقین اینجا فقط منتظر کانال قوشتپه هستند. امیدواری کانال قوشتپه قسمی که در تصویر میبینید ما فعلا در بازار مالفروشی یا گنج بازار ولسوالی های چهارگانه اندخوی قرار داریم. ها؟ ماش قنچه منشون؟ قنچه اشنا؟ 15 من؟ اوه ماشاءالله. سلام به بینندگان کلتوردن کلتوره. امیدوارم که همه تان جور و صحتمند بوده باشید. ما امروز در ادامه به سفرهای زمستانی خود رسیدیم به ولایت فاریاب، البته به ولسوالی های چهارگانه اندخوی. قسمی که در تصویر میبینید ما فعلا در بازار مالفروشی یا گنج بازار ولسوالی های چهارگانه اندخوی قرار داریم. قسمی که دوستان عزیز میبینید وضعیت بازار زیاد خوب به نظر نمی رسد، چون که بیش از 6 سال است که ولایت فاریاب ولسوالی های چهارگانه اندخوی خشکسالی آمده. البته تمام مردم مالداران و مردم دهاقین اینجا فقط منتظر کانال قوشتپه هستند. امیدواری کانال قوشتپه بعد از آمدن کانال قوشتپه انشالله ولسوالی های چهارگانه اندخوی از نگاه غلجات افغانستان را خودکفا خواهد کرد. نه تنها از غلجات بلکه از مالداری، مثل که اندخوی مرکز گوسفند قرقل است. یک وقت افغانستان در سالهای 1960 و 1950 افغانستان مردم اندخوی اقتصاد افغانستان را 60% تکمیل کردند. یکی آن گوسفندهای قرقل، البته پوست قرقل و دومی قالین اندخویی بود. انشالله با مردم مصاحبه خواهد داشتیم، بیننده باشید. Pazarlarına hiç bir mazası yok şekilli. Vardır mazası. İnekler kemel tuttuğun var mı? İneklere kemel tuttuğun var mı? Aşkım şu öcekler kança veriyor? Çok kızım al. Hava yaxşı olmasa yok diyelim. Hava yaxşı olmasa yok. Mana bu samon qimmat, mol arzon. Hava quruqchilik, yog'ish yo'q. İnşallah kanal Qushtepa qazilyotibdi. Ha? Bilaykansiz kanal Qushtepa bor edi. Daryomizdan qo'ya suv. Ha inshaalloh. O'shani eshitib biz qancha kelarmiz umid qilamiz. Xudo mehribon. İnşallah imorat islomiy bo'lib to'xtasa, orqaga qolmas. Inshaalloh. Avvalgilardan ko'p yaxshi bo'lib kelyapti. Taraqqa shukr. Shahar Zamobod bo'lib kelyapti. Maşallah, qarang guli gulzor bo'lib. Guli gulzor ham bo'lib to'xtabdi. Shunchasi bu quruqchilik, xushyorlik. Shunchalik bo'lib to'xtabdi. İnşallah ular yaxshi bo'lar ketar. Bu molda bexi vaziyat, mol bozor qiyinchiligi o'xshaydi. Ko'p qiyinchilik. Ha, mardum yana qo'ldan berja bo'lsa, kisada pul yo'q. Samon qimmat. Mol arzon, sotaydi arzon. Olay desa qimmat. Yaxshi. Hay bana bunu karayışıyor bu tavuk. Oruçta kurtar bir sürü uçuda oğlanı bana oruçta. Ne karasaydık güzel ya. Aytılı bana Arapistandaki adamlar bu sorumlular bana yanımca karavul tırstı billahi hizmet etti bana. Şöyle karayar Müslümanlar bir koyunu yetti min alıp da burut kelti uçmuyor oğlanı. Mulku yok, çizim yok. Qiyinchiliklar bor, mana shu o'tlab bo'lma o'ltirsa Alloh taolo bizlarga bir duo qilsa, bir o'tlab bo'lsa, mulklarimiz orom bo'lsa, shu hoji buvamlar bizlar tarafdan xush bo'layotgandi. Hoji buva, hoji tog'amlar bizlar tarafdan qarang, mana bizlar sizlar bizlar ko'p bilimlarimizni olib, akislarga intizor bo'libsiz. Shu yerda qarab o'tiribsizlar. Bizlar sizlardan bir javob tashakkurli aytamiz hoji buva.
Orada. Ma. Ana shuncha yedira olmaydi, mana ketirib sotchoq bo'ladi. Mana shu joylarni tag'i qancha beradi Shu masalan? joylar mana 9 ming, 9,5 ming, 8 ming shu bayi shuda ana. Hech gap emas. Hech gap emas. Bir qanar samoningiz 1100. Mana shu qalamaslar qancha Mana mushkulat ana bularni 12 ming, 11,5 ming ana bunda oladi. Ishimizroq ham ish qimmat. Mana shu arzon bir Ha, va bir yomg'ir bo'lsa bilan 15 ming 16 mingga borar demak. yomg'ir ham bo'lgan bilan maydon bir ko'k bo'lib ketavermasam bir yomg'ir, ikki yomg'ir bilan nisbatan bir o'xshaydi. Bir ikki yomg'ir bilan bo'lmaydi Ha, ikki yomg'ir bilan o't bo'lmasa, suv mardum o'tga qaraydi, ana yog'ish ko'proq bo'lsa o't bo'lsa bo'ladi. Xo'p, xo'p. Vallahi bir 6 yildan beri ham qo'yga xushkorlik kelgan, hech bir zamindan, hech bir joydan chiqmaydi. Inshaalloh bir Xudo nima qilib Ha, Xudo bir bersin. o't bo'lib ketsa, Ha, inshaalloh shundan cho'taymiz qana bu yil ham mana kisiz ro'yam yo'q, necha yillardan beri bu yil bo'larmidi? Bu yil bo'larmidi? Mardum yetganini maydonga qo'yib kelyapti. Hech gap yo'q. vallahi ikkinchi deyaplar. Inshaalloh Xudo yomg'irlarni berib bir Masraf yaxshi ko'p, oid yo'q. Ha, degan. Mana endi bular 1 yil 2 yil saqlasang samon bo'lmasa qayerda saqlaysan? Xususan ham moldorlik qo'ylarni hisob qilsang, Ha, shu yarim bay bo'lib ketadi, sotilishi yarim bay. Ham alaykum bo'lsa, alaykum bo'lmasa ham yo'q dena. Mardum ko'p parishon. Bir yon tomog'a topam, bir yon mo'la topam. Qiyinchilik. Keling, sog' bo'ling, tashakkurlar. Inshaalloh yaxshi bo'lar baxar. Sog' bo'ling, Xudo mehriban. Salom, yaxshimisiz? Mana Xudo bollarni bersin. Nima qilyapsiz? Bozor bol qo'yib, nek sotasizmi? Joy nimasan? Yomon garali tomon kechdi garali. Ha, yaxshi, yaxshi. Barakat bersin sizga. Zoy, bir o'zingiz ma'rifa qilsangiz? Ma'rifa mana shu bozorlardan aylanamiz, o'shandan kelamiz, shu yerdan bir yarimta mol olaydik. Ko'p yaxshi. Ha, bozorlarni shpillab berib nima mardum mol olib keladi. Xushtorli olmaydilar. 70-80 ming, 1,5 lakh pari mollarni 40 ming, 50 mingga beradi shpillar. Ha, kelami. Kantarlikda ko'rnam o'ltiribdilar o'sha hoji buvimlar. Hoji buvimlar ko'rnam bo'lsa, ba'da salom ayting millat tarafdan. Alo, Almaniya keltira shular. Ana qo'rqondan nambar taqo. Hozirlar nelarda yashayapti?
حالا بذار کابل دغلا که ها کابل خارج داری؟ یا کابل ده سلام ملکوز آراملی اماراتlar kullay ko'shib qiladi, xizmat qiladi. Zotlarimiz arzonchilik ko'p, mushkulotlarimiz hal. Tamom mana shu mollarimiz kichkina qiyinchilik qilib o'tiribdi, narxini arzon, molni olmaydilar, yog'im pog'im yo'q. Xudovand karimdan tilab shuni bir yog'imni bersa, Xudovand karim bir din islomiyani quvvat berib va oromlik bo'lsa, shuni talab etamiz. O'sha vojibimlar ham ba'da salom aytib, sog' salomat mulklardan yursinlar, bizlarning haqlarida bizlar unaqa duo aytaylik. Ular bizlar unaqa aytaylik, unaqa bizlar duo etsin. Shuni Ulardan bo'lsa shu mardimiga tek ko'maga musulmonlar darbadar, qiyinchiligi ko'p. Hoji buvamlar ko'pdan ko'p ziyoda qizini umrini, undan ham ziyoda qilsin. Xudovand karim mana shu narxini Xudoga shukr arzon. Bir yilni 50 ming 80 ming olib biz mardim olmaydi. Samon qimmat, arpa arzon, sotaysa arzon, olaysa qimmat. Shunday mushkulotlarimiz bor. Xudovand karim o'sha hoji buvamlarga berdim bular millatlarga ko'mak qilsinlar, kap ko'mak qilsinlar, pul ko'mak qilsinlar. Shuna o'zgalardan bizga tashakkurli aytamiz, sog' salomatlik aytamiz. Bizlar mana kalantari bozor mushkuloti, o'z mana shu o'shatlarni so'raymiz. Xudoga shukr mulkimiz orom, oxiri yo'q, xudori yo'q. Inshaalloh Xudo beradi, duo qilsinlar, biz ham duo qilamiz, Xudo yomg'irni bersin. Daryodan bahar suv kelyapti. Alhamdulillah, ular shunday iloji bo'lganda odamlar qo'shiq qilgan, raballik qilgan, xizmat etgan. Shu xizmatdan bir jon tashakkurli aytamiz. Xudovand karim mana suv kelsa, zaminlar bo'lar, o'tlar bo'lar. Xudoga shukr oromlik. Oromlik. Mana og'ri yo'q, xudori yo'q. Shunday zotlardan bizga beparvo xush. Shularga tashakkurli aytamiz. Mana qo'ldan kelsa chiqarib ollar, ko'may xona qilsinlar. Lekin mana o'shalarni bir ko'may katta ko'may shu ochsa o'shalarni bizda bir katta ko'may shu daryoning suvini olib kelsinlar, shunga ko'shishsinlar inshaalloh. Mana shu bir katta ko'may shu mardim Afg'onistonga inshaalloh ko'p katta ko'may. Namazatdan yani gandim o arpadan inşallah amkoynu tamam qillar sotadi. Inshaalloh ko'p yaxshi ko'may bo'ladi. Va Afg'onistonda zamin ko'p. Zamin ko'p inshaalloh bir bizlarni yo'qlabdi, Xudo ularni yo'qlasin. bir kambi to'z bizlarni suv. Shu suv bo'lsa inshaalloh tamom ko'mayni hammasini inshaalloh yetganday bizda inshaalloh. Xonobod tashakkur. Xustonli mana yog'ma o'tiribdi, daldana mana 26, 25 bo'libdi, yog'ma o'tirib, Xudovand karimga shunga ham shukur qilgan, Xudovand karim nima qilamasa choramiz yo'q. Alloh taolo nirxini arzon. Xudoga arzonchilik bor, Xudoga kalla shukur. Vojoblar ham ko'pdan ko'p salomat ayt. Jahonli tashakkurli aytamiz, Xudo rahmat etsin. Sizga ham bir jahon tashakkur qilamiz. Siz so'zni o'shalar yuborasiz. Eyvallah, tashakkur. Tashakkur. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم که همه‌تان جور و صحتمند باشید. ما امروز به گنج بازار ولسوالی های چهارگانه اندخوی آمدیم. قسمی که در تصویر میبینین این منطقه گنج بازار یا مال بازار اندخوی است و او طرف سامان بازار، کاه فروشی و شتر فروشی است. قسمی که از مصاحبه با مردم دیدیم که وضعیت بازار گوسفندا حیوانات خیلی خرابه، چون که
چندین سال است که طرف ولسوالی های چهارگانه اندخوی خوشحالی بودن. انشالله به امید کانال قوشتیپه هستند همین سالا، چون که اگر از کانال قوشتیپه به افغانستان به چی بیایه، به اندخوی بیایه، این مردم نه تنها از مالداری، از زراعت افغانستان همه چیز خود خواهد بود. بهار اندخوی اگر خوب بارانی شوه مردم اینجا خیلی خوشحال میشن. اگر اینطور بیبارانی باشه خیلی مشکلات به میان آورده. قیمت گوسفندا هم از 2,500 3,000 افغانی شروع تا به 6,000 7,000 قیمت بودن، چون که نظر به خوشحالی بودن قیمت خیلی پایین آمده دوستان عزیز.